stakan iliq suvga chorak choy qoshiq osh tuzi yoki dengiz tuzidan va ksilitol kukunidan yarim choy qoshiq qo'shing. Xuddi shu suv bilan burunni chayish, burun poliplari va burun bitishlarida yaxshi samara beradi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan doimiy burun bitishlariga sabab bo'luvchi surunkali rinosinuslitlar va burun poliplari haqida gaplashamiz. Surunkali rinosinuslitlar bu burun va burun atrofi bo'shliqlarini surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib, doimiy burun bitishlari bilan kechadi. O'rtacha 1-7% aholida uchraydi. Surunkali rinosinuslitlar polipli va polipsiz shakllarga bo'linadi. Ularning asosiy simptomlari quyidagilar: burun bitishi, burundan suv oqishi, hid bilishni buzilishi yoki pasayishi yoki butunlay yo'qolishi, yuzdagi og'riq yoki og'irlik hissi. Yuqoridagi simptomlar ketma-ket 3 oy davomida davom etganda surunkali rinosinusit tashxisi qo'yiladi. Surunkali rinosinutsitda qo'shimcha simptomlar surunkali rinosinutsitda bemorda hayot sifatini pasayishiga va ko'plab xarajatlar qilishiga sabab bo'ladi. Ular quyidagilar: charchoq, tanadagi og'riqlar, kognitiv buzilishlar, depressiya va uyqu buzilishlari. Surunkali rinosinuslitlar birlamchi va ikkilamchi, polipli va polipsiz, allergik va allergik bo'lmagan turlarga bo'linadi. Burun poliplari bilan og'riydigan bemorlarni 15-20% aspirin va aspirin tipidagi og'riq qoldiruvchilarga nisbatan allergiya kuzatiladi. Agar bemorda ham burun bitishi, ham burun poliplari, ham nafas yo'lida asma ko'rinishidagi allergiya bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda 40% holatda aspirin va aspirin qatori og'riq qoldiruvchilarga nisbatan allergiya uchraydi. Surunkali rinosinusit tashxisi bemordagi shikoyatlar va obyektiv tekshiruv asosida qo'yiladi. Surunkali rinosinusitni davolash quyidagi maqsadlarni o'z ichiga oladi: simptomlarni kamaytirish, burundagi shilliqlarni kamaytirish, burundagi tuklarning faoliyatini yaxshilash, yallig'lanishni pasaytirish, burunda bakteriyalar va bioplyonkalar hosil bo'lishini kamaytirish. Yuqoridagi maqsadlarda surunkali rinosinusitlarni davolash uchun quyidagi davo taktikalari qo'llaniladi. Burun ichi tuzli eritmalari. Surunkali rinosinusitda burunda polip bo'lmasa, burun ichiga tuzli eritmalar yoki burunni yuvish uchun dengiz suvi preparatlari ishlatiladi. Bu preparatlar bemorning holatini, hayot sifatini anchayin yaxshilaydi. Burunni yuvish uchun gipertonik tuzli eritmalar izotonik tuzli eritmalarga nisbatan yaxshi samara beradi, faqat ular burunni ko'p ta'sirlantiradi. Shuning uchun ko'p qo'llash tavsiya qilinmaydi. Intranazal kortikosteroidlar. Burun ichiga qo'llaniladigan sprey ko'rinishidagi intranazal kortikosteroidlar davolashni birinchi bo'g'ini, asosiy bo'g'inlardan biri hisoblanadi. Ularga mometazon, flutikazon, beklametazon tarkibli burun spreylari kiradi. Ko'plab tadqiqotlarda va tekshiruvlarda burun ichiga qo'llaniladigan xuddi shu tarkibli spreylar hayot sifatini yaxshilashi, kasallik kechishini yaxshilashi isbotlangan. Xalqaro tavsiyalarda burun ichiga qo'llaniladigan bunday spreylarni qancha muddat ishlatish kerakligi haqida gap aytilmagan. Faqat ko'plab tadqiqotlarda 12 haftadan 20 haftagacha bo'lgan muddatga ishlatish kerakligi aytib o'tiladi. Mometazon kabi burun spreylarini uzoq muddat qo'llash xavfsiz va nojo'ya ta'sirlar nisbatan kam. Faqat uzoq muddat qo'llaganda burundan qon ketish xavfi bo'lishi mumkin. Bunday spreylarni qo'llaganda boshni to'g'ri holatda ushlash, burun bo'shlig'ini yaxshilab tozalash, spreyni sepishda burun to'sig'idan chetga qarab sepish tavsiya qilinadi. Bu qon ketish xavfini minimallashtiradi. Sprey sepilayotganda burundan yengil nafas olish tavsiya qilinadi. Bu samarani oshiradi. Antigistamin preparatlar, diazolin, suprastin, loratadin, cetirizin kabilar shular jumlasidandir. Bular surunkali rinosinusit davosida ko'p ham tavsiya qilinmaydi. Klinik tekshiruvlarda o'zini oqlamagan. Lekotringa qarshi preparatlar terapiyasi. Bu preparatlarga montelukaz kiradi. Montelukaz kabi preparatlar surunkali rinosinusitlarda ko'p ham tavsiya qilinmaydi. Faqat burunda polip bo'lsa va nafas yo'llarida astmasi bor bemorlarda lekotrin preparatlari, ya'ni montelukazlar yaxshi samara beradi. Oxirgi klinik qo'llanmalarda antibiotiklarni surunkali rinosinusitlarda davolash haqida
tavsiya yo'q. Ko'plab tekshiruvlarda antibiotiklarda surunkali rinosinusit davosida foydasi isbotlanmagan. Burunni ochuvchi preparatlar, ya'ni dekongestantlar. Bularga naftizin, rinozolin kabi burunni ochuvchi preparatlar kiradi. Bu burunni ochuvchi preparatlar surunkali rinosinusit davosida ko'pam tavsiya qilinmaydi. Ko'pincha bemorlar surunkali rinosinusitda oksimetazolin tarkibli preparatlar ishlatilganda yaxshi samara olganligi isbotlangan, lekin uzoq muddatli ta'sirda foydasi yo'q deb ko'rilgan. Aksincha, bu preparatlarni uzoq qo'llash bu preparatlarga nisbatan o'rganib qolish, ya'ni medikamentoz rinitga sabab bo'ladi. Naftizinga o'rganib qolish shular jumlasidandir. Tabiiy davolash usullari. Surunkali rinosinusitni davolashda bir nechta tabiiy usullar tavsiya qilingan. Ksilitol kabi eritmalar bilan burunni yuvish yaxshi samara bo'lishi ko'plab randomizirованный исследованияларда o'zini tasdig'ini topgan. Kapsaitsinni mahalliy qo'llash surunkali rinosinusitlarda va burun poliplarida yaxshi samara beradi. Qo'shimcha davo sifatida ishlatish mumkin. Kapsaitsin chili qalampirda mavjud bo'lib, kapsaitsinni maxsus burun uchun spreylari mavjud. Xirurgik davo surunkali rinosinusitlarda ko'pincha medikamentoz davo ta'sir qilmaganda yoki burun poliplarida tavsiya qilinadi. Surunkali rinosinusitlarda xirurgik davosida burundagi operatsiyaning maqsadi burundan nafas olishni yaxshilash, hayot sifatini yaxshilash hisoblanadi. Operatsiyadan keyin ham albatta medikamentoz profilaktika davo zarur hisoblanadi. Biologik preparatlar qachonki medikamentoz davo ta'sir qilmaganda, xirurgik davodan naf bo'lmaganda biologik preparatlarni ishlatish mumkin. Bunday bemorlar albatta doimiy shifokor nazoratida bo'lishi zarur. AQSh Oziq-ovqat va dori vositalari nazorat agentligi tomonidan ro'yxatga o'tilgan bir nechta biologik preparatlar mavjud. Ular quyidagilar: dupilumab, omalizumab, mepolizumab. Bu dori vositalar faqat surunkali rinosinusitlar yoki burun poliplarida emas, boshqa allergik holatlar, boshqa surunkali kasalliklarda ham yaxshi samara beradi. Surunkali rinosinusitlarni qo'zish davri haqida gaplashamiz. Surunkali rinosinusitlarda kasallikni avj olishi, ya'ni qo'zish davri tez kuzatilib turadi. Bu odatda davo yetarli bo'lmaganda yoki infeksiya tufayli kuzatiladi. Bu holatda antibiotik ishlatish ko'pincha samara bermaydi. Eng yaxshi davo usullaridan biri burunni tuzli eritmalarda yuvish va intranazal, ya'ni burunga sepiladigan mometazon kabi spreylardir. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.